Assalomu alaykum barchaga, hurmatli teplitsa ishqibozlari, gul ishqibozlari, pomidor ishqibozlari. Bugun 10-iyun haftani seshanba kuni. Bundan 18 kun oldin ekkan pomidorlarimizni holatini men sizlarga ko'rsatib o'taman hozir. 22-iyunda ekkanmiz buni. Videosi bor. 2 hafta oldingi videolarni ko'rsalaring bu pomidorlar qanaqa holatdaligini ko'rasizlar. Xo'p, buni navi Kami F1 bo'lgan. Bugunga kelib ko'chatlarimizning holati bilan bir sizlarni tanishtiray va chopayotganimni ko'rsatib o'taman. Kecha obeddan keyin boshlaganmiz. Bu maydon 12 sotik. Shu yoqqacha hammasini kecha obeddan keyin chopib bugun mana erta tongdan mana shu 4 sotik maydonimiz qoldi xolos. Xo'p, bu pomidorni ariqda ichiga ekkanmiz. Bu qator bu tarafga yotadi. Mana qator esa ikkalasi mana shu yerga yotadi. Yerlarimiz juda yaxshi deb bo'lmaydigan yerlar edi. Traktor mana haligini arkani tagida mini traktor kirib uncha chopolmadi, ajriqzor bo'lib ketgandi. Shunday bo'lsa ham yer qilib oldik. Bunga yer qilishimizni sababi bizga mana bunday apparat yordam berdi. Mini kultivator oldim. Nihoyatda zo'r ekan do'stlar. Chopishga ham, arig'ini olishga ham nihoyatda zo'r ekan. Hozir biz mana frezasida chopyapman. Rosa ishimni yengil qilyapti. Agar shu yerga odam solganimda bunchalik darajada chopolmasdi. 10 kun o'tib ekkanimizga 10 kun o'tganimdan keyin mana o'rtalarini bir yengil chopib chiqqanman. Lekin tagini chopmaganman tagigacha. Mana shu yerlar qattiq. Mana o'rtalari. Endi hozir shu tagigacha chopib ketyapman kapelnitsani olib, mana shlankasini. Dori solib, machavina. Birinchi dorisi bu. Sal bo'yini o'stirish uchun machavinadan solib hozir qanday chopishlarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Bu yerga 12 sotikka jami bizda 3000 tub ko'chat ketgan ekan. Mana shu 2 sotikka 350 ta, 700 ta. Mana ikkitasiga 1,5 mingta, nariga ikkitasiga 1,5 mingta. 3000 tub ko'chat chiqqan ekan. Ko'chatlarimizda hozircha holati yaxshi. Endi bundan keyin qiladigan ishlarni ham ko'rsatib o'tib turaman do'stlar. Barigidan qanaqa ozuqa berish. Bu hozir ildizidan ozuqa berayotganimizda sababi sal palakni g'ovlatib olish uchun machavinadan foydalandik, karbamid. Shuni sepib chopyapman. Undan keyin mana o ikkita pomidorni o'rtasiga bir piyoladan dori ko'mib chiqamiz. Unga esa bir 3 xil 4 xil dorini aralashtirib qo'shib ko'mamiz. Bunga amofos bo'ladi, selitra bo'ladi, ammoniy sulfat qo'shamiz va ozroq kaliy qo'shamiz. Undan keyin mana bachokka tayyorlab NPKlardan berib turaveramiz mevaga kirguncha. Hozir chopgandan keyin juda suv berib yormaymiz, faqat barig orqali, ildiz orqali ishlab turamiz. Do'stlar, hozir qanday chopishlarni ko'rsataman. Bizda mana kichkina burgutimiz hozir menga operatorlik qiladilar. May. O'shidan olaveramiz. Qo'lingiz kameraga tegib qolmasin. Ko'rasizlar do'stlar. Sizlarga ham yoqib qoladi bu apparat. Nihoyatda zo'r ekan.
Do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek qanday chiroyli chopib tashadi. O'ta akkuratni chopadi. Hali buni bunaqa agat oladigani bor. Mana shu yerdan o'rtasidan yurgizamiz. Sizlarga ham maslahatim shunaqa kichkina yerlaring bo'lsa, qo'rqmasdan shu apparatdan olinglar. Mini kultivator. Men buni Farg'onadan oldim. Agro servismi bir bola degan do'konchadan. YouTube'da kanallari ham bor. Nomeri ham bor. Men bilan bog'lansalaring nomerini beraman. O'sha joydan olsalaring garantiyasi bilan berishadi. Apparatlari zo'r ekan. Do'stlar, shunaqa gaplar. Kim yangi ko'rayotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.